Assalomu alaykum, zo'rmisizlar? Hozir zo'rmi kechkiramizlar? Ish jarayonlari bilan bir tanishtirib qo'yaylik, ha. Mana, traktorcha. Qimchisiga olib qoldik buni. Arshkalarni sepamiz, qimchisiga qilamiz. Bir yuvib chiqsa ma'lum bo'ladi, polirovkasi keyin bo'lib qolishi mumkin. Aniq emas hali. Holatini ko'rishingiz mumkin. Beqib uncha bilinmayaptimi deymanda, mana shu patologlar qora bo'libdi, mana. Shularni topib qilib beramiz. Mana. Beqlar nima bo'libdi? Foja holatga kelib qolgan. O'sha 64 ming yurgan edi adashmasam. Ko'rsatmadik. Motorchalari ishlar ketyapti, Captiva motor yurilyapti. Qaliroq xonada bitta Gentramiz bor. Olchoq yozib ketgan mashinalar asosida keladi. Kelaverasizlar. Mana,